Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'yitiylar jamiyati. Avtori Ömerjan Sidiq. Mahmud Mo'yiti. Davomi. Majo'ning Mo'riga yiqilishib qolganda, Xo'janiyaz hoji agar men o'tgan ishlarga salovat deb Majo'ning bilan birlashsam, u menga qanday qaraydi? U hozircha gap qilmay, yanila biz Uyg'urlardan foydalanib, qurbonni bizga bergizib, Qoralga o'zi ega bo'lib olgan koni yo'lda mang'armi? Yoki Shinjongda hokimiyatni qo'lga olgandan keyin tala mushki, uy mushkini qo'g'labdi degandek ish qilarmi? deb o'ylab, Mahmud Mo'yti va atrofidagi bir qancha kishilar bilan maslahatlashib, Ma Jongyangning o'ziga qandoq qarashda ekanligini bilib boqmoqchi bo'ldi. Shuning bilan Musul Mo'yti bilan ko'rishmak bo'lib, uzun qirdan Turpanga odam avatib, Musul Mo'ytini Mo'riga chiqishga taklif qildi. Ondan o'zining va Mahmud Mo'ytining odamlarining ko'p qismini Mo'rining janubiy tig'ida qoldirib, Mahmud Mo'yti va yenidagi muhofazachilari bilan birga Mo'rining usti tarafidagi Dalinku tog' eg'izidan kirib, Chag'anbut degan yer orqali odam izi bosmagan yerlardan o'tib, Pichan ko'kyardan Udul Mo'riga borgan yo'lga tushib, Musul Mo'yti bilan uchrashdi. Ular ahvollashgandan keyin Majo'ning bilan ko'rishmoqchi bo'lib, atisi Mo'riga bordi. Ular Mo'riga yetib borguncha Majo'ning askarlari Mo'rini ishg'ol qilib bo'lgan edi. Musul Mo'yti, Xo'janiyaz hoji, Mahmud Mo'ytidan boshqa yana Aysan Niyoz, Ablimit Maqsudov va Turpanliq tarjimon Paytul bo'lib, jami 10 necha kishi Majo'ning tushgan ho'yliga kirdi. Xuyzu askarlar kelganlarni bir uyga taklif qildi. Xo'janiyaz hojilar uyga kirib, bir oz saqlagandan keyin Majo'ning 3 kishi bilan birga kirib keldi. Ular ko'rishib bo'lgandan keyin o'zaro tunishtirish boshlandi. Musul Mo'yti Mahmud Mo'ytini Majo'ningga "Bu mening inim Mahmud Mo'yti bo'ladi" deb tunishtirdi. Majo'ning yenidagi birsini mehmonlarga "Bu mening inim Majo'nji bo'ladi" deb tunishtirdi. Ondan yana bir nechasini tunishtirdi. Shuningdan keyin ular kang supida o'ltirib paranglashishga boshladi. Majo'ning avval so'z qilib, Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Mo'ytiga mundoq dedi: "Oldingi kuni tunda askarlarimiz Mo'riga kelib, Akutda yotgan Jing Sho'rining askarlarini qilich bilan chepib, ularni o'zlari yotgan Akutga ko'mib qo'yibdi. Hozir askarlarimiz Gochunga yurish qilishga tayyorlik qilyapti. Men bu yil 29 yosh, inim Arseling Majongji 27 yoshga kirdi. Biz ozchilik, shundoq bo'lsa-mu, biz nayzining uchi, sizlar Uyg'urlar ko'pchilik, sizlar nayzining sepi. Nayzining sepi tavranmay turib bersa, nayzining uchi dushmanni qirib etadi. Men Gochungni 4 soatda, Urumchini 6 soatda ilib bo'laman. Ondan Shinjongning boshqa joylaridagi dushmanlar qarshilik bildirmayla taslim bo'ladi. U chaqda sizlar Urumchida bo'lsizlar. Men Janubiy Shinjongga berib, 50 tuman askar ilib 2 yilda butun Jungoni o'zimga qaratib bo'laman. Uningdan keyin 3 yilda Sovetnimi o'zimga qaratib, chegarini Turkiyaga ulab, cho'ng islom davlati qurman. Biz ata Gochunga hujum qilamiz. Sizlar bir tarafdan Jimsarga hujum qilib, yana bir tarafdan Urumchidan kelgan dushmanlarni Gochung tarafga o'tkazmay yo'lni to'sib turinglar. Ular paranglashayotganda, uning Gochungga minishga tayyorlanayotgan askar boshliqlari orqa-orqadan kirib, uningdan yo'l yo'riq so'rab turdi. Majo'ning so'z arsida Musul Mo'yti bilan Mahmud Mo'ytiga qarab qo'ydi. Ammo Xo'janiyaz hojidan bir ig'izmi gap so'ramaydi. Xo'janiyaz hojimi un chiqmay jim o'ltirdi. Xo'janiyaz hojilar Majo'ning bilan so'zlashib bo'lgandan keyin Mo'rida qo'ndi. Atisi nashta qilib bo'lib, Sepil darvozasi ustiga chiqib, Majo'ning Gochungga ketayotgan askarlarini tomosha qildi. Eng oldida otliq askarlar, orqadan piyoda askarlar mang'an bo'lib, bosh ko'zi yoki put-qo'li tengilgan yordar askarlar yenidagi askarlarning qo'ltiqlashi bilan ketayotdi. Otliqlar orasidagi yordarlarmi ot ustida ketayotdi. Piyoda yordarlar uchun ayrim harva o'rlashtirilmagan edi. Otliq askarlar qora otliqlar, oq otliqlar, to'ruq otliqlar bo'yicha bo'lingan bo'lib, hamma otlarning quyruqi kesilgan edi. Majo'ning askarlarining
Bənjangdan yuqori ofitserlərinin həmmisi Xuyzulardan, odatdagi askarlarning ko'pinchisi Xanzulardan edi. Chunki ular dushman tarafdan asirga tushganlarning yoshqa cho'nglari bilan apyunkashlarini shallab chiqarib etib, qolganlarini o'z sipiga qo'shivoladi. Uning otliq askarlari 2000 cha, piyoda askarlari 3000 cha bor edi. Ular sipil ichidan chiqib bo'lgandan keyin Xo'janiyaz hojilar pastga tushdi. Musul Moiti Moridin Turpanga tushib ketdi. Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Moiti hamrohlari bilan billa Gochunga yo'l oldi. Kona Chitega borganda Xo'janiyaz hojining fidoilari tog' tarafdan yetib keldi. Ular Kona Chiteda dam ilib o'ltirganda yo'lvoz bir qancha kishi bilan kelib Xo'janiyaz hoji bilan ko'rishib minib ketdi. Mahmud Moiti Xo'janiyaz hojiga: "Ajaka, bu Tunganning Majoningni demakchi. Gepi bak cho'ng'u. U ichkiri o'lkalar bilanmi, Sovet bilanmi urushadiganning gepini qilyotidi. Biz ichkiri o'lkadagilar bilanmi, Sovet bilanmi urushmaymiz. Biz uchun faqat Shinjongda adil bir hukumat qurilib, xalqimiz zulmdan qutulsa bo'ldi." Sunwen Sunjongshan ning tutgan yo'li yaxshidakmish. Uni puqraparvar deyishidi. Lekin Shinjongda hech kim uning yo'lida mangmayotidi. Agar birarsi uning yo'lida mangan bo'lsa, el aman, yurt aman bo'lgan bo'ladi. Agar biz Majongying bilan birlashsak, u Shinjong xalqini zo'rlab urush qisilib, bizni xonavayron qilib o'tadigan o'xshaydi. Biz uchishdan ilgari tushishni o'ylaylik. Bu ishning oqibatini obdan o'ylamsak bo'lmag'idek, dedi. Xo'janiyaz hoji Mahmud Moitining so'zini anglab, beshini lingishdi. Xo'janiyaz hojining Majongying bilan ko'rishgandan keyin ko'ngli bir oz tinigan bo'lsa-mu, lekin qandoq qilish to'g'risida bir qarorga kelolmadi. Mahmud Moitimi To'rpanda qo'zg'olon qilgandan tortib, Mashimingning xafaligini ko'p tortganligi, ular urushlarda Uyg'urlarning kuchidan foydalanib turuqliq, yana Uyg'urlarni kamsitib kelayotganligini, uning ustiga Majongying butun Shinjongni qo'lga kirgizgandan keyin Uyg'urlardan 500 ming askar ilib, ichkiri o'lkalarga ilib berib, chet ellarning zambiraklariga yam qilib bermoqchi bo'layotganligini, Shingsi bo'lsa Pichan, Turpan, To'qsun noyillardila bir necha ming Uyg'urni qirganligi, jumladan o'zining qon qarindosh aksi Maqsud Moitining jiniga zomin bo'lganligini, agar uning bilan birlashsa, o'zining mu aksiga o'xshash oqibatga qilishi yiroq gap emasligini o'ylab, darhol bir qarorga kelolmay, qattiq bosh qotirdi. Ular Kona Chiteda bir oz aram olgandan keyin Gochunga qarab mandi. Majongyingning askarlari sap-sap bo'lib, ularning kaynidan kelyotdi. Ular Gochunning sepili ko'ringidek yerga yetib borganda, Majongying o'nlagan askar boshliqlari bilan Xo'janiyaz hojilarga yetishib keldi. U Gochung tarafni durbin bilan kuzatgandan keyin qismlarni har tarafga taqsim qilib, askar boshliqlariga vazifa topshirishga boshladi. Shu asnoda uning orqasidan kelayotgan qismlarimi yetib keldi. Askar boshliqlari o'z qismlarini har tarafga ilib mengib, Gochungni muasirga ilishga boshladi. Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Moiti Majongying bilan xo'shlashib, Gochungning janubiy tog' tarafi bilan Jimisarga qarab yurib ketdi. Demak, ikkilarning kim bilan birlashishi texi hal bo'lmagan edi. Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Moiti Majongying bilan Morida xo'shashgandan keyin Jimisarga kelib, Jingshurinning qoldiq qismlariga hujum qildi. Jimisarda Li Shufu, Gao Shijilarning batalyonlari bo'lib jami 1000 dan ortiq askar bor edi. Qo'zg'olonchilar Jimisar shahriga yaqin borganda, dushman sepil ichidan chiqib hujum qildi. Bu hujummu fidoyilar Turpandan yangi chiqqanda duch kelgan hujumga o'xshash dahshatlik bo'ldi. Biroq bu qitim vaziyat boshqacha edi. Ya'ni Gochungni Majongying qo'rshib olg'achqa, ularga Gochungdan yordam kelolmaydi. Urumchidan yordam kelishi texmu natayin edi. Fidoyilar qaytarma hujum qilib, dushmanni sepil ichiga kirgizib etib, sepilni o'rvilib urush qildi. Shu kunlarda shoyarlik Hojalam Axun, Muhammad Niyaz Alam, Kuchadin mahfiz vanglar yerim yarta qurollangan yuzlagan fidoyilar bilan nag'ra sunaylarni yangratib, Xo'janiyaz hojiga yordamga keldi. Ularning bundaq haybatlik kelishi dushmanlarni cho'chitibdi bo'lg'ay, dushmanlar sepil darvosini mahkam etib oldi.
Urushning 3-kuni hujum toza qizivatganda dushmanlar taslim bo'lganligini bildirib, sepil ustidan oq bayroq tashladi. Fidoyilarmi o'q etishni to'xtatdi. Shahar ichidan bir odam chiqib fidoyilarga: "Sizlar shaharga besib kirmay, 1-2 kun ta'xir qilib tursanglar, biz askarlarning qo'lidan qurollarni yig'ib olib, sizlarga topshirib beramiz. Sizlar shaharga kirsanglar, har ikki tarafdan qon to'kilish bo'lmasin", dedi. Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Mo'yti buningga ma'qul bo'ldi. Fidoyilar nahiya bozorining g'arb tarafiga chekinib kelib o'rinlashdi. Ularning vazifasi Jimisardagi dushmanlarni Urumchiga qochirib etmay, uzil kesil yo'qotish, Urumchidan Jimisarga keladigan va Gochunga boradigan yordamlarni to'sish edi. Jimisar sepilining sharqi, ya'ni Gochun tarafi bo'sh edi, lekin dushmanlar u tarafdan qochib chiqqan taqdirdami Gochunga yetib borolmaydi. Shu kuni fidoyilardan bir qanchaylan atrofni aylanib, bir besib, ikki besib Sepil darvosining oldiga berib qolgan va Sepil darvosining ochiq turganligini ko'rgan. Darvoza oldida Majonyingning askarlaridan 4 qurolliq postda turadi. Fidoyilar bu ahvolni darhol Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Mo'ytiga ma'lum qilgan. Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Mo'yti shu on fidoyilarni boshlab darvoza oldiga otliq yetib bordi. Darvoza oldidagi postdan birisi ularga harbiycha salom berib: "Sizlar kim? Nega borsizlar?" deb so'radi. Xo'janiyaz hoji o'zini tunishtirib: "Sizlarning boshliqlar bilan ko'rishimiz", dedi. Heliqi post: "Sizlar bir oz turib turinglar", deganicha shahar ichiga kirib ketdi va bir hazodan keyin chiqib: "Kirsin deydi", deb fidoyilarni boshlab mandi. Ular cho'ng hovlining ichiga kirib, hovlining o'ttirsida 2000 ga yaqin miltiq va boshqa qurollarning dövlaklik turganligini ko'rdi. Xo'janiyaz hojilar otdan tushishiga uy ichidan birisi chiqib, harbiycha salom berib, ularni qizg'in qarshi oldi va uy ichiga taklif qildi. Ular uyga kirib o'ltirgandan keyin u kishi o'zini tunishtirib: "Men Maxusan Tuanjang, biz Gochungni elib bo'ldik. Urushda arsiling", Majonyingning inisi Majongji. U 1933-yili 5-oyning 25-kuni Gochung urushida o'lgan. "Qurbon bo'ldi. Bu hammamiz uchun bir cho'ng yo'qotish bo'ldi", dedi. Ondan u: "Seling tunugun Jimisarning taslim bo'lganligidan xabar tepib, Xo'janiyaz hoji sepil ichiga kirsa, o'ttirda til uqishmaslik yuz berib, dushman qo'lidagi miltiqlarni topshirib olishimizga kashla bo'lib qolmasin. Sizlar qurollarni topshirib olib, Xo'janiyaz hojiga o'tkazib beringlar", deb meni avatgan edi. "Men qurollarni to'playapman", deb hovlidagi qurollarni ko'rsatdi va "Bugun to'plab bo'laman. Sizlar at kelib ilib ketinglar", dedi. Xo'janiyaz hoji Maxusanning so'zidan mamnun bo'ldi. Ondan Majongjining o'limiga ta'ziya bildirib, Majongyingga bu ta'ziyasini yetkazib qo'yishni o'tindi. Orqadan "Undoq bo'lsa qurollarni at kelib ilib ketayli", deb Maxusan bilan xo'shlashdi. Ular Jimsar shahar ichidan chiqib, fidoyilarga atda miltiqlarni ilib chiqadiganligini aytibdi. Fidoyilar bakmo xushal bo'lishdi. Ertasi nashtadan keyin Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Mo'yti 20 necha fidoyini boshlab shahar ichiga mandi. Darvozadagi postlar ularni to'smayla kirgizyapti. Ammo ular tunugunki miltiq dövlangan hovliga berib, miltiqlardan qilcha asar yo'qligini, hatto Xo'janiyaz hojini qarshi oladigan odamningmi tayini yo'qligini ko'rdi. Otlardan tushib hovlida bir oz turgandan keyin Maxusan chiqib sovuqqina holda: "Ha, keldinglarmi?" dedi. Xo'janiyaz hojining "Qurollarni yig'ib bo'ldinglarmi?" degan savolga u: "Men selingdan ruxsatsiz bir talmo miltiq berolmayman. Miltiq lozim bo'lsa, selingdan xat akilinglar", deb javob berdi va fidoyilarga ta'tir qarab, putini olmab o'ltirib oldi. Bo'rining xiris qilg'inidan tulkining hijayg'ini yomon degandek, fidoyilar Maxusanning tunugunki hijiyishining miltiqlarni o'ziga yig'ilish uchun ekanligini xiyoliga keltirmagan edi. Xo'janiyaz hoji suvning beshidan loy ekanligini his qilib, etini devitgan peti shahardan chiqib ketdi. Fidoyilarni uzitib qo'ydigan odammi chiqmadi. Aslida Jimisardagi Jingshurin askarlarining boshliqlaridan Li Shufu Xo'janiyaz hojiga "Sizlarga qurol topshiramiz", deb qo'yib,
Guchungdan Majungyinga maxfiy holda qurolni Xo'janiyaz hojiga topshiramizmi, sizgimi? deb odam avatgan. Majungying Maxosanni bir tuvan askar bilan kechilib Jimsarga mang'uzgan. Maxosan shu kechisi shahar darvozasida postda turganlar bilan til biriktirib, chandurmay shahar ichiga kirib olgan. Demak, Maxosanning tunugunki Xo'janiyaz hoji qilgan so'zlari qurollarni yig'ib olib, Guchungga mangdirish oraliqidagi aldamchiligi edi. Xo'janiyaz hoji Jimsar shahar ichidan chiqib, Majongyan degan bu lomodining tigidan niyati yomon. Men oxir uning bilan birlashmayman. Shingisi bilan birlashganim birlashgan deganicha Urumchi tarafga qarab mandi. Minglagan fidoilarmi uning keynidan agishib mandi. Bu chog'da Xo'janiyaz hojining kotibi shoir Namat Xalpat Kami Majongyanning yuzsizligi, vafosizligiga g'azablanib mundaq she'r yozgan. Tola g'afil ekanmiz, hey buni bilmabdimiz ya Rab. Qo'tonga bo'rini keldib xato chillabdimiz ya Rab. Musulmon desa bu shayton kalomini bilib haq rost. Duo takbir bilan boshda uni yodlabdimiz ya Rab. Ishongan tog'da yotmabdi kiyik deb bir maqol tursa, atalar so'ziga chin dil amal qilmabdimiz ya Rab. Tili shikar, dili zahar ekan hey biz tushunmasdin. Ajab asan qarindosh deb umid bog'labdimiz ya Rab. U makkor har qadamda hisoblab qum sanab yursa, gudakdek go'l bo'lib biz hey tosh sanabdimiz ya Rab. Bugun uqsaq texi bizni jahannam sari boshlarmish. İçip kengri qo'yunni biz yılan asrabdimiz ya Rab. Uning batil xiyolicha bo'yarmish qonga dunyoni. Buningdek zo'r gunoh bo'lmas xato chag'labdimiz ya Rab. Atanga bermigin bilgen yolungni der idi dana. Nadamet o'tida afsus jigar dağlabdimiz ya Rab. Gahi tulparmu tüz yolda müdürülüp ketidu deydu. Sıratil mustaqim bergin xata o'ylabdimiz ya Rab. Kami namet yizib eş'ar suxandanlık qilib qo'ydi. Kechirgey meni dost yarlar burun bilmabdimiz ya Rab. She'r qo'zg'olonchilarga intayin yarab ketdi. Xo'janiyaz hoji Namat Xalpatni dal mening ko'nglimdagini tepib yezibsan deb maqtab ketgan. Majongning Guchungdagi g'albisi bilan mast bo'lib ketib, Xo'janiyaz hoji boshchiligidagi Uyg'urlarni asos qilgan har millat xalqiga tayinib, hokimiyatni qo'lga olmoqchi bo'lganini unutib qoldi. Xo'janiyaz hoji vakillik qilgan fidoilarni qilchimi ko'zga ilib qo'ymay, Guchung va Jimsarlardan 4 mingdan ortiq miltiq va nurg'un narsalarni o'lja ilib, askarlarining sonini 7 mingga yetkazdi. Shuning bilan o'zini dunyoda bir sanab, menga hech kim tang kelolmaydi deb hisobladi. Ammo mag'rur qo'shin mag'lub bo'ladi degandek, Majongyanning bundaq mag'rurlanishi uning mag'lubiyatining boshlanishi bo'ldi. Xo'janiyaz hoji bilan Majongyanning orasining buzilishiga Mahmud Mo'yti boshqacha fikrda bo'lmadi. Chunki yuqorida deyilgandek Mahmud Mo'ytimi Majongyanning qilmishlaridan norozi edi. Jimsar taslim bo'lgandan keyin fidoilar ilishga tegishlik miltiq, boshqa qurol-yarog'lar va ot-uloqlarni Majongyanning zo'rliq bilan tortib olishi fidoilarning qattiq qarshiligini qo'zg'adi. Shoyardagi Hoji Alam Axun, Kuchodagi Mahbus Vangmu Xo'janiyaz hojining Shingse bilan birlashishiga qo'shildi. Dal shu chog'da Shingse yana elchi avatib, Xo'janiyaz hoji bilan suhbatlashishni talab qildi. Xo'janiyaz hoji Jimsar bilan Pukang oraliqida Shingsening odamlari bilan bir necha qatim uchrashdi. Keyin yana Mahmud Mo'yti, Sali Dorg'a qatorliq asosliq odamlarni boshlab, Pukang noyisining Santay tog' etiki, Qizilxo'rja degan yerda Shingse avatgan Sovet konsulining vakili Husayin Chanashev, Tursun Baba, Mansur Janboy qatorliq vakillar bilan uchrashdi. Vakillar Shingse hukumatining siyosatini bayon qilib, yangi hukumatimiz kon hukumatga tubdan o'xshamaydi. Shinjongda har millat huquqda barobar bo'lish, diniy e'tiqod erkinligi siyosati yurgiziladi. Shaxslarning mol-mulkiga daxl-taruz qilinmaydi. Sho'rolar Sovet hukumati bilan yaxshi qo'shnilarchilik o'rnatildi, dedi. Ondan Xo'janiyaz hojining Shingse hukumati bilan birlashishi uchun qo'yiladigan talablar ustida to'xtalib mundaq dedi.
Siz Hoca Niyaz Hacı bütün Şinjanğa Majongyandan qo'limni uzib, Şingsey hökuməti bilan birləşdim deb e'lon qiling. Sizni Majongyan bilan urushib ber demaymiz. Majongyanni hökumət askarlariga qo'yib bering. Siz ma'qul desangiz, hökumət sizni Janubiy Şinjanni muhofizat qilish bosh qo'mondoni Mahmud Moitini Şinjan otliq 6 diviziyasining qo'mondoni qilib tayinlab, markaziy hukumatga ma'lum qiladi. Sizlar Janubiy Şinjanga berib, u yerning omonligini saqlaysizlar. Hökumət askarlari Majongyan askarlaridan o'lja olgan qurollarning yarmini sizlarga bo'lib berdi. Sizlarning askarlaringlarning barliq ta'minoti va lozimlik qurollarini hökumət ustiga oladi. Xo'janiyaz Hoji bu shartlarga qarata Tangritog'ning shimolidagi Shingsey qo'shinlari Janubiy Şinjandagi milliy qo'shinlarga tajovuz qilmaslik, Janubiy Şinjanning barliq harbiy ma'muriy huquqiga Xo'janiyaz Hoji mas'ul bo'lish talabini qo'yib, shundoq bo'lgandila yuqoridagi shartlarga ma'qul bo'lganligini bildirdi. Shingsey vakillari buningga qo'shildi. Xo'janiyaz Hoji bilan Mahmud Moiti butun Şinjandagi o'z qo'shinlariga Tursun Baba, Husayn Boy va boshqa Xanzu O'rus vakillar Shingseyga vakil bo'lib 1933-yili 6-oyning 4-kuni kelishimga qo'l qo'yishdi. Bir haftaga qolmay Sovet ittifoqining axborot agentligi TASS Şinjandagi mutlaq ko'pchilik Uyg'urlarning rahbari Xo'janiyaz Hoji Shingsey tarafga yuzlandi. Ular Jang Piyuan Majongyanlarning isyonchi askarlari bilan urush qildi, deb xabar qildi. Demak, Sovet ittifoqi taraf bu kelishimni oshkora qo'lladi. Amaliyotda Xo'janiyaz Hojining Shingsey bilan birlashishi uchun Sovet kishilari ko'p xizmat ishlagan edi. Shingseyning ilgari 2 qatim odam avatib hal qilolmagan ishi bu qatim o'ng'ayla hal bo'ldi. Xo'janiyaz Hoji bilan Majongyanning bo'linishi nihoyatda zo'r ta'sir ko'rsatdi. Majongyanning yerlik millatlar bilan birlashib urush qilish jihatdagi kuchi parchalanib ketdi. Shingsey Majongyanning ustidan g'alaba qilishning asosini silib oldi. Xo'janiyaz Hojini qiltoqqa tushirgan Shingsey ikki tarafga tang qosh etib hiylagarlik, suiqasd bilan Majongyanni bexutlashtirmoqchi bo'lib, uningga elchi avatdi. Biroq Sazgur Majongyan Shingseyning talablarini rad qilib, hujum gudikini chaldi. Davomi bor.